O'tgan safar konsert dasturida hayvonchalik nimadir juda yoshlar bob kiyim kiyuvdilar-ku. Bu safar mana juda ham milliy, ham zamonaviy, shu o'rtasi uyg'unlashgan kiyimlar kiydilar. Qay darajada bu borada sizning o'rningiz bor? Ya'ni kiyim tanlashda Shohruxxon. Hech qaysi obrazlarni menga ishonmaydilar, faqat o'zlariga yoqqan narsani kiyadilar. Men salbiy fikr bildirsam ham menga yoqyapti, men shuni qilaman deydilar. 10 yildan beri Shohruh akani taniydigan bo'lsa, meni turmush o'rtog'im har doim xohlagan, bilgan narsalarini qiladilar va ularni shaxsiy hududlariga men hech qachon aralashmayman, chunki u ijodkor odam, o'zlari biladilar, o'zlariga qanaqa qulay bo'lsa, shunaqa qilsinlar deyman. Va sizning ijodingizga qay darajada ular aralashadi? Ya'ni buni qil, buni qilma degan fikr bormi? Albatta bor. Ko'p nazorat qiladilar. Va men xohlayman ularni nazorat qilib turishlarini. Chunki ulardan ko'pincha yaxshi fikrlar chiqadi.